imtihonga tayyorlanib keldingizlarmi? Uzr domla, tayyorlanmadik. Ma pora olmay mana. Taklif nima bu? Erga tegamiz. Salla birinchi kurs. Yo erga tegadi, yo o'qiydi. Bu yil o'qiganing olasan, o'zingdan o'zing baho yo'q bu yer. Tugunangiz qani? Akademiya olib ketdi, eplay olmadi. Mana malades, ana siz eplabsiz. Darsga tayyormisiz? Yo'q. O'tgan yil to'y deb bahona qildingiz. Bu yil nima bahonangiz bu? Men vinovat emasman. Bir marta podeshka qiling. O'tgan yil ham shunaqa dedingiz. Bo'lmasa ikkita ekan, domlajon. Mana bugun imtihon. Hozir boryapman. Yo, bugun imtihon bir ting olmadim mana. O nimasi bilib bir ting ilmasdan o'tib ketdi. Ko'ryapsiz, injiqlik qilyapti. Iltimos uyga tashab keling. Oxirgi marta bir chat qo'ring. Yig'la. Jonga tegdi bir. Domlajon, to'yim bo'lyapti. Kunora yerga tegyaptimi bular? Allaga diplom yo'q ey. Voy domla, 4 yil o'qib hech narsasiz ketamizmi? Bunday ishlatasiz. Erlik bo'ling, farzandlik bo'ling. Oxirgi marta bir chat qiling. Davay imtihondan o'tinglar, tamom. Tayyorlanishga vaqtimiz bo'lmadi-da. Yana nima bilan band bo'llaring? Ana shunday salla homilador bo'lasalar, tekshiruvchi kelsa domlalar kuchanadi. Davrim mening, davron